İslam dini albatta mo'tadil din. G'uluvga ketish, chegaralardan chiqish, riyo, ko'z qilish, bebisallik va shunga o'xshagan albatta, ya'ni had chegaralarni buzadigan narsalarning barchasi albatta dinimizda qoralangandir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning uylariga kunlardan birida 3 kishi kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ibodatlari haqida so'raydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jufti halollari onamiz ularning savollariga javob berib bo'lgach, ular Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ya'ni amallarini oz sanaydilar. Va biz qayerda-yu, Rasululloh qayerda? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'tgan va keyingi gunohlari kechirilgan. O'shalardan biri dediki, men kechasi bilan uxlamasdan namoz o'qiyman dedi. Biri esa men iftorlik qilmasdan bardavom roza tutaman dedi. Keyingi uchinchisi esa men oila qurmayman dedi. Ayollarga uylanmayman dedi. Bu xabar Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga yetib borganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni oldilariga bordilar va ularga qarata dedilarki: "Amma vallohi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu, walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa tazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Allohga qasamki, men sizlardan ko'ra Allohdan qo'rquvchiroqman va unga taqvo qilguvchiman. Lekin roza ham tutaman, rozamni ham ochaman va hamda namoz o'qiyman va uxlayman va oila quraman, ayollarga uylanaman. Kim mening sunnatimdan yuz o'girsa, u mendan emas deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 kishiga yo'l ko'rsatdilar va ularga to'g'ri yo'lni belgilab berdilar. Agar ushbu qissada Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan qissada e'tibor beradigan bo'lsangiz, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni hattoki qilayotgan amallarini 3 kishi kam sanadi. Oz deb bildi. O'zini amalini, o'zini ishini esa Rasulullohning ishlaridan ham baland qo'ydi. Va biri esa men kechasi umuman uxlamasdan namoz o'qiyman dedi. Ikkinchisi men iftorlik qilmasdan doimo ro'zada bo'laman dedi. Uchinchisi esa oila qurishdan, ya'ni ayollarga uylanishdan voz kechdi. Va bu amallar dinimizda, shariatimizda haddan oshish bo'lganligi uchun ham Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam u kishining uylariga kelib, Rasulullohning ibodatlarini bilib va oz sanagan insonlarga men sizlardan ham ko'ra Allohdan qo'rquvchiman, sizlardan ham ko'ra men taqvodorman deb Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ularga ogohlik berdilar.